Assalomu alaykum. Bugun orttirilgan yurak nuqsonlari to'g'risida gaplashamiz. Bular odatda klapan patologiyasi deymiz, klapan nuqsonlari bo'ladi. Asosiy bizda O'zbekistonda eng ko'p rivojlangani bu revmatizm asoratlari, revmatik yurak nuqsonlari deymiz. Odatda 10-15 yoshlik davrda odamlar revmatizm o'tkazadi. 25-30-40 yoshga borib bu narsa nuqson shaklida ko'p holda bu mitral klapan stenozi deymiz yoki mitral klapan yetishmovchiligi, aortal klapan stenoz ko'p hollarda birgalikda keladi. Bu demak mitral klapan chap bo'lmacha va chap qorinchani orasida joylashgan mana bu oq narsa mitral klapan bo'ladi. Bu eshik funksiyasini bajaradi, ochilib yopiladi. Ochilib yopilgani taxminan 1,5 bir xillarda juda kritik stenozidan kelishadi, yarim 0,5. Bu holatlarning hammasi hayot uchun juda katta xavf tug'diradigan vaziyat. Odatda juda jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun buni vaqtida diagnoz qo'yilsa, vaqtida bu nuqson aniqlansa, uni hozirgi kunda davolash usullari juda ko'p. Hattoki biz asosan bu jarrohlik yo'li bilan qilinadi. Bu amaliyotlarni bizning markazda juda kichik kesishlar orqali bajara olamiz. Ya'ni an'anaviy qilgandek butun dunyoda hozir ko'p markazlarda bajaradigan to'sh suyagini kesish orqali emas, qovurg'ani orasida kichkina kesish va 3D vizualizatsiya apparatimiz dastagida yordamida biz mana shu nuqsonlarni davolay olamiz jarrohlik yo'li bilan. Bir yaxshi taraflari shuki, reabilitatsiya davri juda qisqaradi. Bemorlar 3 haftadan keyin odatda ishga qaytishi, aktiv faol hayotga qaytishi mumkin. 5-6-kun uyga ketishga tayyor bo'lishadi. Ya'ni bu Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiyada rivojlangan texnologiya. Mana bular O'zbekistonda bizning markazimizda bor va biz bunaqa amaliyotlarni, mana shu ortilgan yurak nuqsonlarini bemalol mana shunaqa kichkina kesish, ultra mini invaziv va 3D vizualizatsiya apparati yordamida bajarishimiz mumkin.